sog'inganlar, san'atimiz, milliy san'atimiz darg'alari, estrada yulduzlari bilan bir qatorda viloyatlarda faoliyat ko'rsatayotgan umidli ijodkorlarning ham ishtiroki tabiiy jarayon. Ya'ni ko'pchilik buloq ko'z ochdi degani kabi birinchi marotaba bizni ko'rsatuvimizda ishtirok etadi, keyin sekin-sekin peshqadam bo'lib san'atda o'z o'rnini topadi. Chunki xayrli holatlarga ijodda sababchi bo'lish ham aslida ijodkor uchun baxt. Xullas, demak, bugun birinchi marotaba bizni ko'rsatuvimizda qo'shiq kuylash uchun tashrif buyurgan Farg'onaning Buvaydasida tug'ilib voyaga yetgan umidli san'atkor Sarvarbek Haydarovni huzuringizga taklif etmoqchimiz. Marhamat. Sensiz yurak mayli toshga aylansin, umrim bir sabotga doshga aylansin. Sensiz yurak mayli toshga aylansin, umrim bir sabotga doshga aylansin. Orzularim tomchi yoshga aylansin. Yaxshi ko'rib qolsam maylimi, orzularim tomchi yoshga aylansin. Seni yaxshi ko'rib qolsam maylimi. Ko'rib qolsam maylimi. Sen borsan demakki tonim kulgan. Seni yaxshi ko'rib qolsam maylimi. Nasib kimgadir tikan, menga sizday toza yurak begumon. Meni har soniyada yo'qlagan inson. Seni yaxshi ko'rib qolsam maylimi. Meni har soniyada yo'qlagan inson. Seni yaxshi ko'rib qolsam maylimi. 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 Seni sevib ardoqlasam maylimi. Do'stlar, bahor faslida ko'rishyapmiz. Navro'z ortda qoldi. Chiroyli bayram